Yelken Madaniyat Tarqıtış Çekiliş Şirketi qarmaqidagi Yelken to'y film ishlab har xil to'y maraka, har turli faoliyat va murosimlarni ilg'or uskuna, yuqori saviya bilan sinig'i ilib, kirishtirish xizmatlarini siz rozi bo'lg'idek ishlab beradi. Hayatınızdan unutulmaz tanrı mücessemlengen toy merikelerimizin güzel əsrlərdən qaldırmakçı bolsanız, Yelken toy film işletişxanası sizden en yaxşı tanışınız bolalaydı. Alaqlaşıqçı Ümit Ahmetcan. Alaqlaşış telefon nömrəsi 186 309 34 914.
yaxshimsizlar. Oldi bilan hammanglarning qimmatli vaqtini chiqarib, og'inimiz Farhod Sog'on bu qutlug' to'y ma'rikining dasturxonining kelganinglar uchun Farhod nomidan samimiy rahmatimizni va tashakkurimizni bildiramiz. Shundaqla bu ma'rika munosabati bilan yaqin yiroqdan ko'ngil sanab kelgan, yaxshi tilaklar bilan kelgan barcha do'stlarga, barcha mehmonlarga yana bir qator rahmat aytamiz. Og'inimiz Farhodni qizi Qadriyaning qutlug' to'y ma'rikasi bilan barcha mehmonlar nomidan qizg'in tabriklaymiz. Shundaqla qizimiz Qadriyaning turmushining obod baxtiyor, xo'shallik ilgari o'tishini chin yuragimizdan orzu qilamiz. Dünyada adam ana üçün farzandining baxtini va xo'shalligidan ortiq baxt va xo'shallik bo'lmasi kerak. Mushu nuqta bo'yicha aytganda, Farhod baxt topgan va xo'shallik topgan bir ota. Shundaqla u obro'y inovat topgan bir ota. Shunda o partiya hukumatining g'amxo'rligi, har millat xalqining qo'llashi bilan G'o'lji ayimizning madaniyat san'at sohasiga, chaqchaq sohasiga ajoyib zo'r to'plarni qo'shgan. Ko'p qirliq, ko'p shogirdlarni tarbiyalagan yangi davr bag'rida o'z to'plari bilan azizlangan faxrlik bir ota. Shunda u mushtamgicha yezi qishloqlardan tortib eng katta shaharlargacha nurg'un bazmi barobatlarda bo'lgan. Nurg'un kishilarga xo'shallik bergan. Chaqchaq varisi xo'shallik elchisi bo'la olgan bir ota. Shundaqla avtonom rayonimiz tavasida cho'ng kichik nurg'un kichilik faoliyat, olqish va kulgu bilan bezalgan osh shakllarda o'zining davr oldidagi majburiyati va mas'uliyatini yaxshi ado qiladigan, farzandlarga ulgu bo'la olgan bir ota. Rost, o ko'ngli yumshoq bir ota. Nurg'un televiziya filmlarida rol olgan, nurg'un kunlarga epizodlarda xo'shallik berishlagan. Do'stlarni olsa sayratib kelib, gitarni qo'liga olsa bulbuldek o'ynaydigan, ko'pga mahir, ko'p qodir bo'lgan bir san'atkor ota. Uningdan hammamiz faxrlanamiz. Men ham faxrlanaman. Shu uningga bo'lgan do'stligimni, tashakkurimni, har millat qarindoshlarining yaxshi tilaklarini tuvandagi tekisga juvonim. Og'inam Qalmurat Qosim, ya'ni Xamash ijtihod bilan bu tekisga muzik ishlab, Cho'lpon illarimiz boylig'i yetkazib o'rildi. Bugun mana bu yangi kuy va yangi naqsha Og'inam Farhodga va barchalarga taqdim. Şadlık gülüp baktı. Sen bayerdi güldün diye, sen bayerdi el güldün. Bir samkam var zil buldum, sana el yurt yürek buldum. Sana el yok yürek buldum. Kolumda sayırdı gitar, kolumda yayırdı tutar, kolumda yayırdı tutar. Seni yar kıldı hürmetle, bu ya ahman kebidullah, bu ya ahman kebidullah. Bu ya ahman kebidillah.
tutar, kolumda yayır tutar. Seni yar kıldı hürmetke, Huya ahnan kebidillar, Huya ahnan kebidillar, Huya ahnan kebidillar. Kolumda sayır tutar, kolumda yayır tutar, kolumda yayır tutar. Seni yar kıldı hürmetke, Huya ahnan kebidillar, Huya ahnan kebidillar, Huya ahnan kebidillar, Huya ahnan kebidillar. Samimiy yüreklerimiz bilen Ağabeyim Ferhat'ın yeni devir bağını terimi çakınıp tekimi katı eserlerini ilan kılışını çakçak senedini güllendiriş için tekimi çoğun tüpülerini koş için tenamın salamet ömrünün uzun buluşunu arzu kılımız. Şundaqla bu yerga jam bo'lgan barcha mehmonlarning bugungi merkinin keyfiyatini obdan saqlab, birlikni gullandirib, yaxshi bir xotir qoldirishimizni, oxirida Ferhat Ağaynamning o'moq qizi Qadriyaning mangu baxtli bo'lishini orzu qilib, bugungi merkimizni xalq kuylari bilan rasmiy boshladik. Qani marhamat.
Sorunumuzdan naydi canlıq qaletini başlap bergen barlıq sazende naqışlarımızga yana bir qaytam alqış köpten köp rahmat. Rahmat. Bugün bu sorunumuzga bayan ben degandek san'at sohasidagi, charchoq sohasidagi, adabiyot sohasidagi nurg'un cho'lponlar jam bo'lgan bir sorun endi. Bugün bu sorunga endi hammasini tanishtirib ketgili bo'lmaydi ekan. Shunga vakillik tanishtirib o'taylik dedik. Bugungi bu sorunumuzga charchoq san'atining taraqqiyoti uchun zo'r kuch bilan qo'shgan, ham qo'shayotgan, izchil taraqqi qildirish uchun o'zining kuchini ayamayotgan, shundaqla bizning charchoq san'atimizni mamlakat ichiga yuzlantirgan qo'sh tilliq charchoqchi Ferhat Kam'ı alaydan qadam tashrif qildi. Qizg'in qarshilaymiz Ferhatga. Xo'p qo'ying Ferhatga. Ko'rmidingiz ne eshitdim? Mana bu Ferhat Kam. Yana birisiga Isam Kam'dan keyin charchoq varisi deb mamlakat darajalik angi ilingan bizning taxallik charchoqchimiz Ahmetcan'ı alayda qadam tashrif qildi. Ahmetcan qayerda? Ahmetcan. Kelgan qadamga rahmat olsun. Yana bizningki yosh yetishib chiqayotgan charchoq kuldirgich o'lpalardan bizning Milliard sahnasininki qurg'uvchisi bizning kuldirgich o'lpalimiz Ro'zaxonmi bugun alaydan Urumchidan shu markanda bu markaga qatnashish uchun keldi. Qarshilaydi. Hammalarni to'stirib ketgan olmaydi shu vaqtni tutaylik dedik. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat, barchalarga ko'pdan ko'p rahmat kelgan qadaminglarga. Endi mushu charchoq sorunimizni Ferhat Kam'ninki ikki qiz tatliq kepi va ikki yumur bilan boshlab berishni samimiy umid qilamiz. Siz qizni chavak. Salab sorun egli, nima chiroyli o'tirdinglar. Bugün Ferhat elimninki to'y kuniki men bu sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib shunda qo'shildim. Endi cho'nglarni bir asaydigan ish bo'lib qoldi. Ulug' ustozimiz Isam Kam'ninki birini boshlab beray. Isam Kam'ning 70 yili bo'ldi-da. Shavkat Asad o'tkazdi qo'ydi. Ferhat elimda bir yak ketmali deydi. Va chatayli xotirjam bo'ldi deyman. Mana qilsam ayollar biridan tizibdiga Isam Kam'ning ayol zimiliqindam chechini budir qilib ishga yaqin menda sangal topdi. Erning ko'zi taqdim. Keynigimda bir lenti taqib bir ko'gimga ketib. Isam Kam buna qarab, "Ya Isam Ka, sen bundaysan" dedi. Zimiliqindam ko'rsatib ayolni. Kim o dedim. Zimiliqindan qo'par o'tindi. Kim o desam, bunda qarab Sajir Xonimdan xonga chiqqan vaqti dedi. Yana birisiga rahmatli Tudaxon ustozimizni asab etmasak yanılmaydi. Bir kuni Tudaxon dedi, "Aka" dedi sen. "Men ömrümde bir ishni qilmabmanki, shuni qilib qo'yib, qo'qib ketib, majdo talab ketdim" dedi. Uka sen nemişni qilib, nemişni qilmayni qo'qib ketib talab ketding desam, ömrümde tavuz o'g'lab baxtmanka dedi. 9 tarada bir tavuzga kirib, qarasam meningdan uzun tavuzlar keladi. Shundan pok tang qilsam shipir bir ovoz quloqim kirib qoldi. Qarasam tavuz ishga deydi. Pok ketib ikki tavuzdan o'tirliq kirib dimma dedi bo'ldim dedi. Tavuzcha pok tang pok tang men yamshim kelib pok depip ayak ötküde kokit müştahı talep ettim deydi. Ya kişi kimi tavız olan kokit müştahı talep ettim seçem çakmaksı ve eskanda kılım deydi. Rahmet. Ma yaş gelirimiz var. Bir yaman isil illa jigittima sorunga. Yaşlarınki müştahı rağbetten dürüstün. Müştahı bir yol vereyli. Müştahı bir için son. Kine? Rahmet Beratga rahmet. Yana bir şevaka. Yana bizniki abey hammamiz bilimiz o'taq bilan o'zining yaxshi gitar naqsh muzikalarimizni to'g'rilgan abey malaydan bugun mushog'insan to'g'ri keldi. Yana bizning yosh chaqchaqchilardan olim, erkin,
Hazır kelgende Kıldıvır Hamid Mehmet Mubakisi. Muşa hemen çapçapçılar asasen cem oldu. Cevdet geldi. Cevdet o Bahtiyar var. Ben seyit oldu ba. Hemmisi ba. Hemmisi bu çoğunlardan başladık. Hemmisi Muşa Ahmetcan'dan yani bir şükür anılgan musaka. Ahmetcan bir şükür olsun. Hoş bekler bunu ev gettiniz bir ona. Biz de Ferhat Dikhanbagi arasını tıkmagan tasqattık bana. Elizat, İksan, Katarlık, hemmisi cem oldu. Hemmisi aldırmay, anlayımız bir başını konuşturup anlayımız. Salam hürmetli gaz mihmanlar. Bugün Kadinas dostum, kesipleşim Ferhat Ağaynam'niki ona kız Kadriye kızımızın toy merik sebebiyle Muşu Ferhat Sağan az mihmanda her bir sınavla yüz görüş botağının ve imtihan kursam ben iftiharlandım. Ferhat Ağaynam'ga çin yürügümden hürmet bildirmen hem ailenge toyanga mübarek kardeş. Mübarek olsun. Ama bala kaza inile oturdu bana. Her yaman güyle. Kanıyla bekti kök yapan diken resva. Kanı bağma. Senin ama Mehmet Başlık göğsü bakımız bir gelsin. Uzunluğa resva köyü. Resva seni beklemsem iyi ekip göremsin ya. Nurgul'un resvanı yakış gördü, bir gittim bir sözünü orlaştırıp bakmadım. Ya da hakkı orlaştırıp nedir bu? Ferhat Ağaynam'la oturuşuna yakışık oluş için ben bir yumur deyip bire ya. Bu şişan gammanla dediğim bir kislim battı, alırdı diye bulanmadı. Ve Abnumray'ın Cicevi'den işkadır, xili hukuk emili var işkadır, Kaşkak'ı bir hizmet işiyle biripti. Mühim bir hizmet birip, Kaşkak şehirişi kırıpla, ömdü bir şehirişi aran kitipasa bir coğutanlık olsaydı ki. Şu odalı kelip coğutanlık aldı, kelip neymiş oldu demekçi de, tohtatsa coğutanlık yansı çıkırıp, adeş. Ma maaşından kalısın abi, 20 metre manda ongu kıyıp, ma buyrukları bile manda toğurlap, manda turumaz bıvadı, ma kaşkama va. Şunlardan aşikadır, geptalaşmayla oldu, işte Türpegine de bu işçilikler değişip, tuğsa, udul kilip, resmiten sonra işte, gel şinçacılığını yaprağı üstüne. Hasta o kilip, fakat yaratmayı başına ışığın vurduk ya, tam vurup. Nanın maaşısı bu. Şunlarla aynek nazırak küşürüp, peycosunu kömüde olmak, ürümçinin maaşısı koz. Edek peyconun gebine kılıç budak, nanın maaşısı değil mi bu? Deptu. Şunlarla amal yok, sel imişe dep, kinişkisiz şartlık göstüp, nanın maaşısı kebildi olma, deyişini bildik gelip coğuttum. Oh, raskak sinip de peyz oldu deyip. Uydurdum deydiğen gepten banmayalım ya. Sınıf fıkmayızla tünürgün bir ot kaçtak Newton'u tossam. Ne anıma cinsi desem yapındım deydi sollağımçı dedik. Ya ben mikrofonu igelli olsam Ferhat adaş ya. Nurgun vallahi bak. İgelli öyle mi? Vaka değil ha. Bırçatı kırıldı. Ya Ferhat kudanlamasın ama orada oturdu. İnsan kemin ustaz ne? Ferhat kemin bir doğru eslep verdim, ben bir eslep vereyim. İnsan ustaz nahayet ihsat içmeden bu. Anadikin bu üzüdüm başka çakçakçılar pul tip gitti, bayılap gitti dese o cinil çıktı de nereden anladı bu? Bir kitabı yok ezletlerinde bir dudu bu. Bir kere koten gibi oynap basam ama bir mındırak kaçtaş isip koygan de bana isip keptim ha. Aç kotenlik taş oldu gel valla. Ahmetcan khas devre ateşli bir yadikarlıkım kalsın aynada isip kaldı. Biz bana golcülükler taş kahves kılmayımız, lekin Ayşe Batılan'ın köngülünde maykının için saklap geldim bunu. Golcu kelsem, velikem kelsem bilip kaldı değil mi? O meydanında taş vardı kadar. Biz sonunda otarsak, insan kömünü içti o. Ilık başka çakçakçılar, kımmet nasıl optuğunu isteyir gidiğini bilgeçken. Vah
Vah, İsamka barıdığa ya koten kaçma. Devdi İsamka moğur çikeyim otağın. Kadar da içe evveli. Ya otellikler yaxşı görüp kalkadım kımmet nesden biri verdik etra. Biri de oteldi mi mert edem çıkamış mı? Bana belgini bilmeye adı da. Rast dedim İsamka ama şagitim Ahmetçe otelki bir tike poh bugün bir kaçtaş isip koyup diye dilim oğuruz çacırıp getirdim. Allah. Ve mucdumu taş veriptim ha. Tavva. Vaatikim heyerini anlamadım. Tünürken bazat ben köydüm 40 bin koy kıgantı satmadı karama koy. Düğü de bu İsamka işinip kaldı bunun da. Moğur kişiye val. 40 bin. Satmadım ha. Dep kettik o bu. Bu ustazın keyfi buzulup ketmesin de ben akbak rastlık yakıptım ben. Ve İsamka bu 40 bin koyduk taş ama sen köre baka dep jipini şunda tutsam. Ben de 80 yıllığa hiç kitap taşma sen köre baka dedim. Şuna olan bu golcunun çakçakçıları balığa kaldım ben. Ahmetcan'da uçtu işi var dedi. Versek otelden uçkisi insanladı. Parhat toyanga ot kessin adaş. Rahmet. Ya ama Parhat'tan bir yumruğu almaydı mı? Anamı diken başta yaş vallahi da oynar. Ahmetcan köpten rahmat. Yana bir alkış bereylik. Çavak qancha yaxshi bo'lsa, so'rini kayfiyat kuch qizg'in ko'tarildi-ku. Shunda yaxshi menyo'tdi mana. Boshdan o'ttir bunda menyo'tdi. Endi nomer ko'rsatishda bizning elimiz Ro'zaxonda. Ro'zaxon elimizda hammamiz bilamiz. Milliyat sahnesida milliyat kulku chaqnadi dedi. Bu qitim biz milliyat sahnesiga bordik. Baga vaqtida elimiz sahnadan tushmay 8 soat kuldi dedi. 8 saat degan bir rekordda bu, dunyoviy rekord. Shunlashqa Ro'zaxon elimizning yaratgan bu yuqori pallasi hammamizning havisini, hammamizning qo'shig'ini keltirdi. Yana bir chaqchaq sohasida shu pishqadam ustozlarni ustoz tutib, texim bir chaqnatdi chaqchaqni. Shunlashqa Ro'zaxondan bir ichki yumor anglasak va yurak so'zlarini anglasak. Salam hürmetlik Azmikmallah. Bugün bizim ustazımız Paratkam Gucahmet'ninki hozir xalqidan ait yaxshi bir mol bir dasturxonda jam bo'lib Paratkamninki farzandining to'yini tabriklab o'tiribdik. Aldi bilan Qudularning mangulik bo'lishini, Paratkamning farzandlarining mangu baxtli bo'lishini chin dilimdan umid qilma. Paratkam uchun biz qanchalik tabrik so'z, qanchalik yurak so'z qilsak, yana Paratkamning biz yosh chaqchaqchilarga qilgan ejriga tang qilolmaydi. Paratkamning odimiyligi, kamtarligi, kam qo'lsaqligi bilan bütün bizniki shu diyorimizda o'zining mashhur nomini chiqargan. Shunlashqa bugun jiroq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, bizning Parhatkam, Ahmetchikam, Paratkam, Dehqon, Mehmatkam qatorliq ustoz va chaqchaqchilarimiz, do'st birodarlarimiz hammasi to'liq qatnashib berdi. Shu jumladan menga bir yumruq qilish fursati qoldi. Men bir ikki yumruq deb aytsam, shu so'rinda bugun bir unutulg'usiz xotira sifatida o'zimizning ko'ngilni qo'shqidek Paratkamning arzularga yetkazgidek bir yaxshi o'ynab bergan bo'lsak, rahmat sizlarga. Ama seyingni nima Kermashga birdan to'xtatib qo'yib turgan, ha aka. Bu Paratkamdan bo'lgan ishni bir ishkini deb beray. Mana Urumchiga Paratkamni yaqin ag'izim. Sama Paratkam bor aka. 3 parat o'tiribdi hozir mayda. Akbarkam ha. Akbarkamning bir ishi bilan Paratkam Urumchiga beribdi, men Urumchidan oldiga chiqib, sabah Akbarkamga chavan bazı bir dasturxon sapdi. Tekas o'ynayotdik, shundan Paratkamga dedim, bajikamga. Aka, o'g'illikka bir maslahatchi bor deb shu Urumchida. Billi berish bermamsan desam, o Akbar o'g'illikka yana bir ish o'rinlashtirib qo'ydi, ashunga va'da berib qo'ydim degina. Ya berishpagina yaxshi bolalar aka, yomon hurmatingni qilamiz degan desam, yosaqama va'da-da, Akbarga yaqin og'inam dedi, yag'andil vishingda, ha deb yag'anni parans bilan, ya avvallar bir 6000 ko'y bergan bo'lsak deydi desam, Akbarga bu jihvada qilmadan bo'lsa dedi. Meni ya aka, sen jim o'tamiz. Biz qilamiz sana. Ya to'xta.
Sen... O terik mi? Kolunu almak tekizip çaplaştırıp şikayet savutuk. Oturayım aka. Sen avar olma, avar olma. Ama beni hem de Cağıztay'da әкелтіп кішік вақытымда Рошка деп Рошка deydigan bir atalgı var bizim belde, meni. Bunu Feratkam bulup gelip bu meni Рошка deydigan bu oldu. Şuna Feratkamның telefon numarını ben Feratkam bacı ustaz da kirgizip koydum da. Bir gün Feratkam bana telefon etki, telefon öyle taşlaşlık. Dadam yaptı o telefonu. Feratkam ben de kaptı da onu. Dadam elip, vay, yaptı Feratkam. Ya Рошка mı? Kim o sen? Ben Ferhat. Ha, coşkuma. Örümçiga bu Feratkam işimizden hikayesi yok. Örümçiga bir toyga teklif qildi. Şu Feratkam bilan birga bargan bir şeref, müyesser oldu bana. Şundan aeroplanga chiqdik. Tudaqın kam rahmetlik tugab ketib bir 15 günden keyin bu ata iş bu. Bu anda aeroplanda beltanda qaysi o'rin bo'lsa shunga o'tirsang Feratkamning 23-o'rinda mening 26-o'rinda chiqib qoldi-da, oralig'imizda 3 o'rin bor. Shuna Feratkam aytib o'tadi, men aytib o'tarsam Feratkamning qishi bir kun odam chiqmadi. Aeroplan qo'zg'alganga az kelayotgan mezgil shuna Feratkam, "Baka men chiqib aytib o'tir." dedi. "Aka bu malani olib tuzumsa bu." Hamma odam nomeriga beltga qarab o'tirdi. Men tasmalarni taqab tayyor bo'lib qolsam. Ve Rozak'ı çıkın efke dedi. Ve 40 minutda bar emas. Bo'ldi eşek bakanda. Ve didar g'animat chiq. Ve tudaqim tiyab ketdi bu efke. Tudaqimni ketdi bu orlab qoldi ana. 40 minut olsun didar voy chiq bunu. Ya aka bikal egiz chiqas qo'qqiziydi da satlashmasam. Voy men qanday didar men eşek ketkizib chiqam ega. Dedi baba ustozimning ko'ngilda qolmishda tasmalarim deyishib o'rnimdan qo'pib mashtaqli menshim bir somkasdan bir kız çıktı qara. Suratchi mo il qiz. Chash meshada. Qas kelib. Bakir ben misha men aka. Deydi amjima kelib bo'ldim. Sen programmada qarab, abada yerda o'tirib bo'ldim. Ya o tudaqın gamlani misal keltirib ketganlar onu deydi. Mama Demişkim bepirey, bizden belde bir kabristonlik yo'lga to'g'ri kelib qolib, yo'tkaydigan bo'lib qoldi buni. Shuna bir ag'inamning dadasining qabrisi shu yo'lga kelibdi. At degan kelibdi bizning uyga. Adash deydi, nima desam, dadangni olsang, qabristonlik chiqdi, mening dadamning beshiga qo'ziqni qilib qo'yib yenkimizga aski hukumatning xodimlari yo'tkayib ketdi. O dadam yosh cho'ng odam, revmatizm. Jire dadam elib qabristonlikka mashina bilan chiqib, qaysi dedikdan deb, hech mezgil o endi ehtiyojlarning tayyorligi. İzdab kaldı bu dadısının kabrisini o kayıp bilip muhşaş upitirken bütün kabre. Onun üstüne o bizim mellerde ama da taşları bilen retlik, arayun, bir ayun da kömmeydi o. Bu da karapla ya bir kere demişe gün biteyli de gün bitip gidip unutqal sen geldi yine. İzdab kaldı bu dadam ba yitlep çıkıp. Kine dadanın kabrisini isem. Doktor dadam ne ki adaş? Kine ma yol, ma küçet belgisi şu ki onun. Ne dedi. Jire dadam yitlep unuğa badık. Berip muşuma? Ya ma emes ma. Dada aldıratmacı mı? Ma emes ma yol, toğrama, küçet. Ana! Oo dedi. Jirgine dadam yitlep ikinci kabriga badık. Oldu mu? Qo'zing qaqamdiq sen. To'xtatdik eva Rozi sen mu? Emes ma bu. Ne ketdi buni? Küçet, to'g'rama, yol. Emes, mu emes. Ana dedi, ongacha mingga chiqib bo'ldi dadamni. O revmatizm odam kulti qadi piyadman bor, yomon yig'ib yotdi. Jirgina dada aka desam, "Nimda qilding buni?" dedi dadam yetlab unga bordik. Ya mushuma bu qo'zing qilib o'taylimi? Sen emasmi bu? To'xta. Sapmi. Tasqal deyjimi ya dada degini bu. To'xta aldiratmag'day qildasan ketmayman. Ma emas adash, emas. O ko'chat, ma yo'l. Ana! Oğul dedi dadam çitmedi. Ya yapışız. Dadam ülketti mi, yutketti mi seni?
Tağam ballağıma fırsat nöbet vereyli. Cevdet ağalarımız var. Amanlar köp rahmet. Tağın yanı kıkas oynap gideriz. O'zimiz ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir alqish bersak ya, qizg'in o'tiraydi, qizg'in. Mana yomg'ir tirildab turibdi, shunda salqin mana. Chavachi o'tamiz, muzlab qolgan tarafga o'tyapmiz.